Zamonaviy medianing ajralmas qismi bo'lgan blogerlarning videolari mana nima uchun xavfli endi tushungandirsiz. Bu qisqa Vine videolar aksariyat yoshlar hayotining bir qismiga aylanib qoldi. Blogerlarimiz va Vinechilarimiz ommaga taqdim qilayotgan videoroliklarda giyohvand moddalar iste'mol qilish, sigaret, nos chekish, qizlar bilan toqqa chiqish, zino qilish, so'kinish kabi harom amallar ijobiy ko'rinishda ko'rsatib berilmoqda. Ko'pchilik tanqidchilar darrov bu 1-2 daqiqalik videolar nima ham qila olardi? 15-20 yoshli odamni shu videolar buzib qo'yarmidi deyishlari mumkin. Ammo biz bu videolarning kundan kunga ko'payayotganiga va blogerlarimiz tomonidan oddiy holga aylantirilayotganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Propagandaning asosiy qonuni bu o'zlari ommaga ishontirishni xohlagan mafkurani qayta ko'rsataverishdadir. Bu haqida muhokamamizning avvalida sovetlar xalqimizga ichkilikni singdirgani misolida keltirib o'tgan edik. Agar Vinerlarning yuqorida aytib o'tgan faxsh kontentlariga beparvolik bilan qaraydigan bo'lsak, Alloh saqlasin, bu ertangi kunda jamiyatimizning halokatiga olib keladi. Yangi avlod vakili zino qilish, nomahramlar bilan xiringlab yurish, sigaret, nos chekish va so'kinish oddiy holdek ko'rsatiladigan videolarni ko'rganida o'zi shunday bo'lish kerak ekan, bu oddiy holat deb fikr yurita boshlaydi. Videodagi ko'rishlar sonini oshirishning eng oson yo'li bu faxsh mavzuda video olish bo'lib qoldi. O'z shaxsiy manfaatlarini o'ylab oxiratini unutayotgan, xalqni chuqur botqoqqa botirishga sabab bo'layotgan ushbu blogerlarimizdan insofga kelishlarini hamda Alloh taoloning ushbu ogohlantirishlariga e'tibor qaratishlarini so'rab qolamiz. Albatta iymon keltirganlar ichida fohisha tarqalishini yaxshi ko'radiganlarga bu dunyoyu oxiratda alamli azob bordir. Alloh biladir, sizlar bilmassizlar. Agar birov